Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Celaldir Suyuti'nin Halifle Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında rahbirimiz Ömer raziyallahu anhu'nun ki vafatıga cillamı bazı ölüm hakkında uşur bəgən yoki mersiya oqğanlıq haqqidagi mezmunlar bayon qilinib. Bu belki to'g'ridir, belki to'g'ri emas, ya xatodir yoki şu ayni davrdagi bo'lgan bir xil voqeliklar, balki Xudoning o'z va'dalariga nisbatan bir qism karomatlar bo'lishi ehtimolga yaqin. Ayşe raziyallohu anhadan chiqarib deyishcha, Ayşe raziyallohu anha shunaq deganki, eng oxirgi qitimliq hajda deydi. Ömer raziyallohu anhu haj qilgan shu oxirgi qitim. Shu vaqt payg'ambarimizniki ayollarni billa elib birib haj qilgan deydi. Biz shu vaqtda Arfatdan tushdik. Arfatdan tushib Muhassab degan joyda o'tdik. Muhassab degan shu Arfat bilan Minani oralig'idagi bir joy hamda. Shu vaqtda o'zinki ulug'ida turib bir odamning gap qilganligini angladim. U odam Amirul Mu'minin Ömer qayerda dedi. Yana bir odam mundaq dedimdi. Amirul Mu'minin müşahidati deb o'zining ulug'ini cho'kilib ovozini ko'tarib mundaq dedi. Aqira degan men ovoz ma'nosida alayka salamun min imamin. İmamlar içinde sana salamlı olsun. Alipler içinde. Bereket tapkın. Allah'ın kolu aşı titilgen terinin içinde olsun dedi. Yani bu digine Ömer radiyallahu anhu'nun ki bedenini kinaya kılatıdı. Yani vefat hakkında. Kim hareket kılıp yani şu tögü kuşunun işki kantığı meni diken yani şu Müslümanlar için ya ki insanlar için yaxşı kılış için terişi diken dedi. O adam bizning qilgan qilmishlariniki ajr savobini cho'qib mes qilib topidi dedi. Sen nurg'un ishlarni bir taraf qilding, uning keyindan sen ayrilding hamda. Ayrilsa tık içilmagan, yeshilmagan nurg'un baloy ofatlar bu ummatni kutib turibdi degan she'rni o'qidi. Shundan u yo'lovchi yerdan qo'zg'almadi, uni kimligini bilmadi. Biz keyin şu jillardan bo'lishi mumkin degan gaplarni qilishgan edik deydi. Ayşe'ning gapi bu. Ömer Ayşe hajdan qaytib kelib uzun o'tmaylam qasd uchrab o'lib ketdi, shahid bo'lib ketdi degan. Abdurrahman ibn Abza degan kishidan rivoyat qilinishicha, bu kishi Ömer raziyallohu anhuning mundaq deganligini anglab rivoyat qilgan ekanda, bu ish deydi, bu hokimiyat ishi Badr ahli bo'ladi. Badr ahlidagi, ya'ni Badrga qatnashgan sahobalar o'lib tukkanga qadar. Ular o'lib ketgan vaqtida Uhud qatnashgan sahobalarda davom etdi hokimiyat ishi. Endi manda bo'ladi deb bilib, bu hokimiyat ishida taloq qilgan yoki taloq qilgan odamning bolasining yoki shu fati yoki Makka fatisiga qatnashgan yoki boshqa ishg'oliyat harakatlarga qatnashib shu jarayonda musulmon bo'lgan odamlarniki nasibisi bo'lmaydi degan edi deydi. Lekin bu so'zni başka alimler bu zayıf rivayet, bu zayıf, bu Ömer'nin mensibiga maqamına nispeten bunda deyiş layık emas deb bu sözünü zayıf çıkargan. İmamın Naxiy'den rivayet kılınishicha bir adam Ömer raziyallohu anhu shunaq debdi. Abdullah ibn Ömer'ni xalif qilib qo'ysang bo'lmamdi desa, oy la'natgardi debdi-da. Allah'ın namıyla qasamki men Allah'dan bunu irade qilmadim. Balam bu çok tatilgan ishni qilib baqmadim. Özün ayağını yaxşı talaq qilmagan bir odamga men xalif saylab qo'yam dema degan. Ya'ni Abdullah ibn Ömer raziyallohu anhu ayoli bilan bir yerda bo'lgandan keyin, bunda araylik munosabat o'tkazgandan keyin, endi talaq qilishniki adab axloqida bir qitim odat ko'rgandan keyin pakoltida talaq qilish sunnat, adab axloq qoidasi islomniki. Lekin Abdullah ibn Ömer bunda qilmabdi ekan. Şuna bu ish qarta Ömer'nin ayeti ochig'i bor. Şunu deyilgan gap bu. Endi Shaddad ibn Aws degan kishilar rivoyat qilinishicha, bu odam Ka'b ibn Ahbar degan Yahudilarning katta buyuk Allohimizda rivoyat qilgan ekan. Bu musulmon bo'lgan Yahudi olimi. Bu odam deydi, Bani Isroilda bir podshoh bor deydi. Biz shu podshohni eslasak, Ömerni eslab qolamiz. Ömer esimizga keladi. Ömerni ko'rsak, u podshohni eslab qolamiz. O'xshashlik borda. O podshohniki yanida bir payg'ambar var odatda. O payg'ambarga vahiy keladi.
Allah Taala payg'ambarga vahiy qilib bir kuni mundaq debdi-da. Shu vahiyniki mazmuni o payg'ambar podshoh deydigan gapkin-da bu. Sen o'zingni vasiyatingni, valiahdingni bekitgin, menga vasiyatingni yozgin debdi. Sen 3 kungacha o'ylab ketsan deb. Shuning bilan bu avvalni ham shu payg'ambar shu yetkizdi-da, yetkizgandan keyin 3-kun bo'lgan vaqtida 3-kuni ham da shu tom bilan shu karvatniki orliqqa tushib, hamda pastga tushib demoqchi-da, yolvorib. Allah Taola'ga ait ovozni ko'tarib, yolvorib, iltijo qilib debdiki: "Ey Alloh, sen bilsan, men hokimiyat ishlarimdan ait adil bo'ldim. Bir ishlarda xilma-xilda ixtiloflar yuz bergan vaqtida sening yo'lingga ergashdim. Manda qildim deb o'zingga qilgan yaxshi amallarni Allohga vasila qilyapti. Agar shu amallarim bo'lgankan, mening umrimga ozroq qo'shib bersang, balamni bir cho'ng bo'lib olsa, mening xalqimni bir ovib ko'payib olsa, degankin Alloh payg'ambarga qaytib vahiy qilib, o manda gaplarni qildi. Uning degan gapi to'g'ri, rost. Uning umriga 15 yil qitib berdim deb vahiy qilibdi. Shu orliqda u bolasimi cho'ng bo'libdi, xalqimi ovibdi. Shu avvalo bo'libdi-da hamda. Demak, bu yerda hamda Alloh 15 yil umr qilib berganligini, Bani Isroildagi bir podshohning vaqaligini so'zlagandikin, buni hamda Ka'b ibn Ahbar yaxshi biladi bu tarixlarni. Shunda Umar roziyallohu anhu qasd uchirgan vaqtida pichoq qilganda Ka'b shunday debdi: "Agar Umar Parvardigordan shu podshoh so'rgandek so'rasa, Alloh taolo buni o'ltirmay, buni yana yashattiradi" deb. Shunda bu avvalni Umarga xabarlantiribdi bu. Degandan keyin Umar roziyallohu anhu shunday debdiki: "Ey Alloh, mening jinimni og'inki, işte ojizlab ketmagan, bek ingrab ketmagan, mustaq azoblanib ketgan ahvollarda jinimni og'in" deb shunday duo qilganda. Hamda Sulaymon ibn Yasar degan kishi rivoyat qilinishicha, jinlarmi Umar roziyallohu anhu yig'ilgan degan rivoyatni beribdi. İmam Hakim Malik ibn Dinar degan olimda rivoyat qilinishicha, Umar roziyallohu anhu o'ltirgan vaqtida Tabalatig'ida, shu Arab yarim orolidagi tog'lardan beri bir ovoz anglabdi-da. Yig'laydiganlar islomga yig'ilsin. Ular haqiqatan yiqilib tushdi hamda. Jiq vaqt o'tmay turib, ya'ni islomiyatning tarixiga jiq vaqt bo'lmay turib, hamda yiqildi. Hamda dunyo oqsin qildi, dunyoning yaxshiligi yo'qoldi hamda, yo'qolishga boshladi. Hamda haqiqiy oxiratga ishongan odam dunyodan haqiqatan zerikdi degan shundaq mazmunda ovozlar anglangan deb bu rivoyatni o'qigan edi deydi. Bulma hamda shu jillarniki degan so'zi deb qaraydi hamda ahli sunniy va jamoaning aqidasida hamda jillarmi bu Allohniki insonlarga o'xshash bir maxluqlarniki bir tipi, ularmi shu insonlarga o'xshash kofir bo'ladi, musulmonlar bo'ladi. Musulmonlarga o'xshash ibodat qiladiganlar bo'ladi, ibodat qilmaydiganlar bo'ladi. Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam insonlarga ham jillarga ibodat qilgan bir payg'ambar deb e'tiqod qiladi. İbn Abi Dunya Yahya ibn Abi Rashid al-Basri rivoyat qilishicha, Umar roziyallohu anhu o'g'liga vasiyat qilib shunday degan ekan: "Mening kepelligimni hashamatli qilib etmay, normal, oddiy qilinglar. Oddiy raxt kepellanglar. Agar Allohning huzurida bir yaxshilik bo'lib, mening bir e'tiborim bo'lsa, Alloh taolo menga u kependimni yaxshi narsani berdi u yerda. Agar unda bo'lmay, yomon tarafim bo'lib qolsa, auzubillah, Allah Taala mendan uni soldurib, meni tizlam istiqlam soldurib oladi. Hem shundaqlar mening qo'lga ozganlimi va hashamatli qilgan go'ramni. Agar Allohning huzurida e'tiborim bo'lsa, Alloh taolo meni ko'z yetkisiz ya ko'zim yetkidak miqdorda kangri qilib berdi. Agar unda bo'lmay yomon taraf bo'lib qolsa vaqtida Allah Taala o görünü menga tarlashtirib, o qo'g'ilrim bir-biriga giralishib kirib ketgidek darajada tarlashtirib Endi qabristonlikqa ayol kishi menga amra olib chiqmasin. Menda yo'q ishni demanglar.
Mandatı man ay yaxşı etdi dep, ben yo'q sifatlar bilan meni sifatlamanglar. Men eng yaxshi bilgüchi yana shu Allohdir. Agar mening jinazamni olib chiqqan vaqtinglarda meni tizmanglar. Agar mening Allohning huzurida Alloh yaraydigan bir amalim bo'lib qolsa, Allohning huzurida yaxshilik bo'lgan vaqtda men eng yaxshi holatga yoki yaxshi ishga tiz olib qolgan bo'lasizlar. Agar unda bo'lmay qolib qolsa, üstüңlerden, mürənglərdən ən naçar adamni tezlam qutulğan bo'lasizlar deb mushtaq vasiyat qilgan deydi. Bu hamda cennet bilan bisharat berilganligi aniq turib, Rasululloh bilan dastlabda birga musulmon bo'lib turib, islomga nurg'un xizmatlarni qilib turib, shundaq bir taqvodor, solih bir kishiniki degan gapi bu bo'lsa, bizning holimizga voy. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.